shu lahzalarda bizga qo'shilib omin deb turgan har bir bandangdan, ushbu bandalarni yaxshi ko'rgan boshqa har bir bandalardan rozi bo'ldik. Bizni bu onlayn iftiroziy efir orqali omin deb kuzatib turgan har bir yurtdoshimizga, har bir musulmon birodarimizga, qardoshimizga, aka-uka opa-singlimizga ya robbal alamin ijobatu duo etgan Parvardigor olam, ularni ham bu muqaddas muborak joylarga oilalari ila kelib tavof qilishlarini, ziyorat qilishlarini nasib eyle ya Robbi, ya Robbi. Parvardigor olam, hozir omin deb turgan habib bandanki, nima murodi bor, nima maqsadi bor o'zing hosil ayla. Nima dardi bor, nima mushkulasi bor ya Robbi, o'zing ularni arifgin, dardlariga shifoyi komil bergin. Ya Robbi, farzand talablari bor, solih farzandlar ber. Qarzga botganlarga najot ber. Ilm talabidagilarga foydali ilm bergin. Ya Alloh, ya Robbi, bizning gunohimiz ko'p. Parvardigor olam, gunohlarimizni e'tirof qilamiz. Ammo sening marhamating, sening lutfing, sening rahmating hammasidan ko'p. Ya Robbi, gunohlarimizni afv ayla. Parvardigor olam, men Hazrati Musa emasman, mening hassanim ham yo'q, ammo sen Robbimsan. Ya Robbi, men Hazrati Iso emasman, men o'liklarni tiriltira olmayman, ammo sen Robbimsan. Ya Alloh, men Muhammad sallallohu alayhi vasallam emasman, lekin bu zotning avlodi va ummatiman. Bu zotni shafiy qilib sendan so'rayman, bu hojilar bilan so'rayman. Ya Robbi, o'zing bizga rahim qil. Ya Robbi, o'zing bizga rahim qil. Ya Robbi, o'zing bizga rahim qil. Sendan boshqa bizga rahim qilguvchi yo'q. Ya Robbi, bizni mag'firat qil. Sendan boshqa kechirguvchi yo'q. Parvardigor olam, ey xazinasi keng, marhamati ulug' bo'lgan zot, senga yolvorib duo qilib so'rayapmiz. Parvardigor olam, gunohlarimizni afv ayla, solihlarga bizlarni do'st ayla, o'zlarimizni solihlardan qilgin. Ya Robbal alamin, dunyo va oxiratning yaxshiligini sendan so'raymiz. O'zingga bizni azobi qabrdan, azobi dajjolning fitnasidan, fitnalardan o'zing himoya qilgin ya Robbal alamin. Do'zaxdan saqlagin ya Robbal alamin. Parvardigor olam, ya arhamar rohimin. Parvardigor olam, hammamizni har bir ishda oxirimizni xayr qilgin. Dunyo va oxiratning azobidan saqlagin. O'zing rizo bo'ladigan hayotga bizlarni muvaffaq ayla. Parvardigor olam, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, ne umidlar bilan keldik bu yerga. Shu yerga kelguncha qancha ishlar qildik, qancha senga osiy bo'ldik. Ya Robbi, qancha gunohlar qildik, qancha haromlar yedik. Ya Robbi, bugun mana senga biz bosh urib keldik, tavba qilib keldik. Bizlarni kechirgin ya Robbi. Vujudimizni poklaganingdek, qalbimizni ham poklagin. Ya Robbi, ruhimizni ham poklagin. Yo'limizni, dunyo va oxiratimizni ham poklagin. Bugun mana bandalaring labbayka deb turmoqdalar. Parvardigor olam, sening sa'adayka deyishingni kutyapmiz. Parvardigor olam, o'zing labbaykamizni qabul ayla. Ya Robbi, butun toat ibodatlarimizni qabul ayla. Parvardigor olam, qalbimizda kibrimizni, ujbimizni sindirib keldik. Ya Robbi, hammamiz bugun bir xil odammiz. Hammamiz oddiy odammiz. Oramizda boy ham bor, kambag'al ham bor. Oramizda katta ham bor, kichik ham bor. Oramizda har xil odamlar bor, lekin bugun biz bir xilmiz. Ya Robbi, ya Robbi, o'zing hammamizga afvingni to'kkin. Allohumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi va yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qodir. Parvardigor olam, sendan duo so'ragan birodarlarimiz, hammalari har xil duo so'raganlar. Ya Robbi, hammasini senga havola qilaman. Hammalarining duolarini ijobat qil. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu va sallam